zakonni juda ham foydali bo'lgan rassrochkalarni kengaytirishibdi. Hozir men oldimdagi Damas avtomashinadan qo'rqmay ketyapman. Qo'rqitdi lekin. Здесь. Открой все окно. Хорошо, открываем окна. Во. Hamma oynamiz ochildi. Ochilgan, yangi ochilgan rassrochkasi. Qo'shimcha kengaytirilgan rassrochkasi. Qarang, boshlang'ich to'lov minimal 25% to'lov. Tak, 25%. Endi Darko avtomobilimiz bunga nima qildi? Ana olmasam oldini ochib bu narsalar ulab qo'yibsizlar-ku. Yaxshigina chegirma qilib beriladi. Qancha chegirma bo'ladi? Do'stlar, mana Haval Yakkasaroydan test drive'ga bitta avtomobilni oldik. Bu avtomobilimiz Haval Julion. Abror aka, qandaysiz akajon? Sog'ligingiz yaxshimi? Qani bu avtomashinani bitta test drive'ini qilaylik, ko'raylik va avtomobilni bir boshqarib ko'rsak, xudo xohlasa. Mana bunaqangi bo'ladi, chiroyli, juda ham katta. Va bu avtomobilimiz crossover. Avtomobil oldi tortadi, 1.5 объем motor. Har xil ranglarda mavjud. Istaganlar uchun qani ketdik rulga. Reskulchoy do'stib. Qani bismillahirrohmanirrohim. Voydod. Avrojon aka, uni chuqurligini qarang. Issiqligini qarang, quyoshni yondiryapti. Konditsioner yoqilgan. 9 zonli klimat kontroli bor. Aha. Buni o'zimga moslab olmasam, bir chiroyli qilib, boshi tegib qoldi. Head-up displeyimiz bor. Bor. Hamma kerakli informatsiyani chiqaradi, head-up displey. Ruchnoy tormoz o'zi remen taqamiz qo'yib yuboradi. Remen taqamiz o'zi qo'yib yuboradi. Bunda 360 kamera ham bormi? Bor. Mashina o'zini parkovka qiladigan assistenti ham bor. Assistent parkovka, ya? Abror aka, birinchi o'rinda xohlardim so'rashdi, bu mashinamizda 1.5 turbo motor nechta ot kuchi bor? 143 ot kuchi bor mashinada. Ikkita stsipleniya qo'l ilashmali avtomat korobka bo'ladi. Mokri stsipleniya deb qo'yadi. Mokri stsipleniya. 7 ta pog'onasi bor, ha, xuddi shunday. 7 pog'onalik. Cruise controlni men yoqa olaman. Cruise control, adaptivniy kontrol. Mashina 4 ta rejimda harakatlanadi. Ekonom, sport, standart va zimniy, ya'ni qishki. Mashina o'zini samotarmajeniya bor-a bunda? Bor. Samotarmajeniya ekstrenniy. Malades. Men kecha test drive qilganimdan ham ko'ra bu shustriroq ekan. Hozir men oldimdagi Damas avtomashinadan qo'rqmay ketyapman. Qo'rqitdi lekin. Hozir qo'llar band bo'lgan holatda голосовой управлениyadan mashinaning kerakli narsalarini ishlatadi. Masalan, rulni chap qo'lida shu голосовойsi bor. Увеличь на полностью кондиционер. Хорошо, слушаю. Открой, пожалуйста, люк. Хорошо, открываем люк. Radio bor. 360 kamera bor bunda? Bor. 360 kameramiz bor. Oldi. Yurganda ko'rsatmaydi. Yurganda o'chadi. Sekin yurganda bemalol bor. Отзыв shuki, juda ham yumshoq birinchidan. Ikkinchidan bu avtomobilning rasxodi 20 litr benzin bilan 100 kilometrga 7 litr benzin rasxod qilib, Farg'onaga Qo'qondan 2 marta borib ketdi. 75 kilometr bir tomonda, qaytib kelishi 150 kilometr. Xuddi shunday. 20 litr benzinga mana shu Julionda 2 marta Farg'onaga borib ketdi. Bo'laveradi. Xuddi shunday. Juda ekonomishni iqtisod qiladigan mashina. Ekonomishni iqtisod qiladigan mashina. Undan tashqari proyeksionli displeyli ko'rinishi menga yoqyapti. Cruise kontrolimiz mana avtomobillar orasidagi masofani ushlab turgan holatda mana BYD Yuvan appdan o'zi to'xtadi. Qani? Men shoshyapman har doimgidek O'zbekiston. Yamaga yaxshi bo'lib tushganimiz. Mashinamizning orqa ходовойi зависимый balka. Yarim зависимый. Yarim зависимый balka.
Oldi ходовойimiz McPherson. Ha. Lekin ходовой qismlarimiz amortizator va prujina oddiy, обычный, haligi murakkab Klassический, emas, ha. klassический ходовой qismlar bilan jihozlangan. Yaxshi, tablolarimiz yaxshi, ko'rinishi yaxshi. 4-bosqichda mana ketyapti, uzoqlashib yaqinlashyapti rulimiz. O'sha tabloni ham 3 ta anaqa ko'rinishida bor. Ko'rinishlari har xillari bor Uchta tabloni. temasi bor. Audio sistemamizni ko'rinishi juda ham yaxshi. Mana bu knopkalarimiz ham yaxshi ekan. 4 ta kolonka, 2 ta pishalkalari bor Mashinada, mashinada. 8 ta xavfsizlik yostiqchalari, juda xavfsizlik jihatidan ham juda mukammal qilib ishlangan mashina. Har tomonlama. Ha, xuddi shunday. Men bitta narsani sezyapman, juda ham yengillik sezyapman bu mashinada va lekin o'sha o'zimizni oddiy standartniy ходовойlarda bilinyapti o'shanaqaligi. Ya'ni o'sha misol uchun asfaltdagi mayda o'sha mana bu stiklarni ham ozgina mana sezyapmiz, chustut qilyapmiz. Bu ham bir tomondan plyus, bir tomondan minus. Lekin H9 chalik emas. H9 bundan ancha yumshoq. Chunki hozir mashina ballonlari dami juda ham yuqori turibdi. Bunda ya? Hozir 3 atmosferada turadi. Aha. Hozir o'zi 2.6, 2.4 qilsa juda ham yumshoq bo'ladi. Yumshoq qoladi, ha? Juda yumshoq bo'ladi mashina. Bakovoylarda yo'lda yurib ketayotganda boshqarsak bo'lar ekan. Slipoy zonasi bor ekan. Ayollarimiz, hurmatli ayollarimiz haydasalar ham qiynalmaydigan mashina. Ha, shu masalada misol uchun hozir O'zbekistonda ayollarga ko'proq Tracker 2 avtomashinasi ma'qul kelyapti, minishyapti. Shu savolda Tracker 2 avtomashinasiga buni solishtirish menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Ha, chunki uni yurish qismi ходовой motorlarida ham, keyin salonni ko'rinishlarida ham, dizaynlarida ham juda mukammalroq bu mashina. Va salonni rangi ham ikki xil bo'ladi. Qora koja bor. Hozir buni o'sha hozirgi trendda chiqqan apelsin rangi yoki jigar rangi desak ham bo'ladi. Shunaqa rangdagi Yangicha salonda ham bor, versiyasi bor. U zavodskoy yangicha salonda hech qanday qo'shimcha nimalarsiz. Zo'r. Tortish juda ham yaxshi. Qarab, mashinani svorkasi yaxshi, bayonlar. Torpedalari usti yumshoq. Yumshoq plastik ekan. Atmosfer patsvetkalari bor. Kechalar ambient patsvetkalarimiz 64 bor. rangda yonadi. Har xil ranglarda yonadi. Har xil melish yoki mayda narsalar qo'yish uchun ham ko'p narsasi bor. Barlari juda keng, mana ko'rib turganingizdek. Qarang, hozir men yetib keldim, parkingni bosaman, bo'ldi. Hamma narsani ko'taradi bo'ldi. Tormozni ham ko'taradi o'zi. Xuddi shunday. Yuradigan bo'lsak, tormozni yopadi. Kalitimiz ikkita bir xil. Bunda qizdirish uchun qaysi knopkani bosish kerak? O'sha qulfni 3 marta bosiladi. Qulfni 3 marta bossa, bosib ushlab turiladi. mashina o'zi yuradi, motori qizayib. Shunda qishda ayniqsa yaxshi. Klimatni, mashinaning klimatini isitib yoki yozda sovutib turadi mashinani. Ichkarisini, Ha, xuddi shunday. syetkaligini qarang buni. Беспроводной zaryadnik, tagida polniy telefonni tagiga berar ekan bu. Qizitmaydi. Qizitmasligi uchun yaxshi. Oldidagi mashina, orqadagi mashina, ular lipistoklari ham Tiptronikda ishlaydi. Tiptroniklarimiz va shu Shaybali. shaybada shunday burganda bo'ldi. Do'stlar, men Xaval Yakkasaroyda Toshkentdanman va bu yerda sizlarga kechadan boshlab zakonni juda ham foydali bo'lgan rassrochkalarni kengaytirishibdi va ana shu savollarga javob topgani nech puldan, qanchadan, oylik to'lovi qancha yoki avtomobillarning qo'shimcha savollarga javob bergani keldik va hozir test drive bilan zo'r avtomobillarni ko'rsatamiz. Mana avtosalonga ham kirib oldik. Bu yerda hozir nechta model, hamma modellardan bor, ha? Xuddi shunday. M6, Julion, Wingo, Darko, H6, H9. H9, ona. H9. Bunisi H9, bunisi H6, ha? H6, ana H9 dan ikkitasi sotilyapti. Hozir buni avtomat qilgan kelishibdi. Gap yo'q. Aka, endi biz hozir bugun asosiy aytadigan narsamiz, ma'lumotimiz mana bu avtomobillarda yangi ochilgan rassrochkasi. Qo'shimcha kengaytirilgan rassrochkasi.
Bu qanday bo'ldi? Bu qanaqa avtomobil? Umuman olganda bu M6 ni 3 xil pozitsiyasi bor, ha? Xuddi shunday. M6 ni bu birinchisimi, ikkinchisimi Yo'q, bu bu? ikkinchi o'rta varianti. Ikkinchi pozitsiyasi. Ha, xuddi shunday. 259 million 900 ming so'm Xuddi shunday. avtomobilimiz. Shunaqa pozitsiyasi. Avtomat korobka, Klassik, oilaviy, juda mustahkam, oilaviy, keng va ishonchli mashina. uzun. H6 bilan razmer bir xil deb o'ylayapman men. Nima deb o'ylaysiz? Kengligi jihatdan ozgina sal ixchamroq, lekin uzunligi bo'yicha bu uzunroq. Buni yukxonasi o'sha uzunligi uchun kattaroq. Xuddi shunday. Necha litr bo'ladi shunda? 800. 800 litr yukxonasi bor. H6 ham yaxshi-yu. H6 niki nechta? Mana u ro'para. Buniki 500 ga yaqin. Unisi 500 litr. Buniki 800 litr. Aka, buni o'sha boshlang'ich to'lov necha pul minimal to'lasak va oyga qanchadan chiqadi sotib olsak bo'ladi? To'lov bilan shu 72 million bilan olib chiqa olasiz mashinani. 72 million so'm bilan. 72 million so'm bilan olib ketib, Aha. xohlasangiz 5 yilga Aha. 4 million oylik to'lov bilan xarid qila olasiz mashinani. Oyiga 4 milliondan Ha, chiqadi. chiqadi mashina. Atrofida. Atrofida chiqadi. Cruise control bor. Sidina isitadi oldi. Sidinalar albatta qish uchun mo'ljallangan. Qishda mo'ljallangan. xafa qilmaydi Isitadi. mashina. Aha. Xo'p, material salonligini Ha. hisobga olsak bo'ldi. Demak 72 million bilan Mashina oyiga 4 million so'm atrofida olib chiqib 5 yilga 60 oyga olsak bo'ladi. egasiga aylanasiz. Egasiga aylanamiz va bu avtomashinaga o'zimiz nomer texpasportda qolamiz, a? Xuddi shunday nomlarga chiqadi mashina. Nomlariga, ya'ni o'sha klientning nomiga, Ha, pasport xuddi shunaqa. egasiga. Egasi. Bu Julion. Farala LED, linzovniy bo'ladi. Aha. M6 da ham xuddi shunaqa. Aha. Kamchilik joyi yo'q. Aha. Shaharbob, Shaharbob, hatchback crossover hisoblanadi. hatchback, Juda zamonaviy. crossover, Xuddi shunday. lekin bu koja salon. Koja salon. Buni material salonligi bormi? Xuddi shunday bor. Birinchi Pozitsiyasi pozitsiyada 280 million varianti bo'ladi. 280 million so'mdan material. Undan keyingisi necha bo'ladi? 330 millionlik bo'ladi. 330 Mashina millionlik. o'zini parkovka qiladigan assistentlari bilan. Assistent parkovkasi ham bor. Shaharbob uchun eng ideal variantlardan bittasi bo'ladi. Biz hozir tez drive qilgan aynan mana shu Haval Julionni 3-pozitsiyasini qildik, a? Orqa eshiklari ko'p. Mana Bolajonlar uchun ham kreslo o'rnatsangiz bo'ladi har bir mashinaga. Isafix o'rnatsalar bor. Xuddi shunday. Sidinamiz qiziydi ekan va bu avtomashinamizni so'ramoqchi bo'lganim hozir mana bu M6 da ham va Julionda ham motorlarimiz bir xil. Bir xil, agregatlari bir xil. Agregatlari bir xil va avtomat korobkalari Bir xil. Xo'sh, ikkitali scepleniya 7 bosqichlik bo'ladi. korobkasi. Xuddi shunday. Buni pulini necha pul bilan boshlanish to'lovi bilan? 83 million bilan mashinani egasiga aylanasiz, mashina olib chiqib keta olasiz. Va oylik to'lovi qanchadan chiqadi shunda buni? Oylik to'lovi xohlasangiz rassrochkaga shu 83 millionga olib chiqib ketasiz. Rassrochkaga bo'lsa oylik to'lov qancha bo'ladi? Rassrochkaga 16 milliondan 1 yilga boshlanadi. 12 oy. 12 marta 16 milliondan berilishi kerak. 5 yilgachi? 5 yilga ham xuddi shunaqa. Ozgina ligotniy bo'ladi. Unga 7 millionga yaqin bo'ladi. 7 million. Xuddi shunday. 7 millionga yaqin bo'lsa, demak 7 million atrofida desam bo'lar ekan. Bo'ladi. 7 million atrofida Julionga to'lasanglar 5 yilga chiqaveradi ham. Endi Darko avtomobilimiz bunga nima qildi? Ana bo'lmasam oldini ochib bir narsalar urib qo'yibsizlar-ku. Akkumulyator o'tirib qolibdimi? Ha, mashina. Avtosalonda bo'lib turadi-da. Bo'lib turadi. Mashina Xaridor ko'pchilik qariydi, ishlatadi, lekin mashina zavod qilish esdan chiqib qoladi. Ha. Zo'r. Bu yo'l tanlamas mashina. Darko avtomobilimiz yo'l tanlamas. Bu avtomobilda menga qiziqda, bu hozir necha pulligi? 430 millionlik 430 millionlik avtomashinamizda premium kolonkalik Infinity. Mana Infinity kolonkalik va koja alkantara elektron massajlik kresloga jihozlangan. Ya'ni hozir sidinamizda massaj bor. Bor. Narigida hammi? Faqat haydovchini o'zida massaj funksiyalarimiz bor. Ruscha, inglizcha qilingan. Mana tablolarimiz yonda. Tablo yondi. Mana audio sistema. HDAP displey ham bor bunda. HDAP ham bor. Necha litrli bak bo'ladi bunda?
Bundanmi 60 litrlik? 60 litr. Bu to'rttala balondan tortadigan versiyasi. Tortadigan, xuddi shunday. Bu avtomashinani ma'qul kelganlar bo'lsa, necha pul qanday qilib sotib olsak bo'ladi? Avvallari bu o'zi nomimizga chiqadigan rasrochkalar yo'q edi. Hozir ochilgan. 174 million to'lab, xohlasangiz 1 yilda 21 millionga yaqin summa bilan egasiga aylanasiz. Oylik to'lov 21 million bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 174 million bo'ladi. Agar muddatini sal cho'zaman desangiz, 3 yilga, 3 yilga bemalol yoki 4 yilga ham ligotni qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Ligotni degani pasaytirilgan stavka. Stavka. 5%, 9%, 10% mana shunaqa juda ham past stavkada nomimizga rasmiylashtirib beriladi. Va avtomobil o'zimizniki, bizning nomimizda va borib biz bunga nomer texpasport taqamiz. Xuddi shunaqa 6 ta haydash rejimi, besprovодной zaryadka, orqasini bloklash, oldi bilan faqat haydashingiz mumkin xohlasangiz shahar ichiga. Ha, faqat ikkita balon tortish funksiyasi ham bor demoqchisizda. Xuddi shunday. Aha. Mashina 200 juda ham odamga qulay qilib ishlangan. Ha, 200 nechta ot kuchi bor dedik bu motorda? 238. 238 ta ot kuchi bor, Haval Darko. Lidar bor, parktroniklar bor, kamera 360 bor. Mashina o'zini parkovka qiladigan assistenti ham bor bunda. O'zini o'zi parkovka qila oladi. Ha. Tushunarli. Zo'r. Ayollarimiz haydayman desalar ham bemalol qulay. Ayollarga ko'proq mana shu Julion trekkerda o'rniga minsa bo'ladigan avtomashina Julion. Yumshoq, qisqa, kompaktni, shustri, lekin mana bu M6 bu katta, uzun, orqa yukxonasi ko'p, sig'adigan boshqa. Demak, Darko avtomashinamizga boshlang'ich 60 oyga qiladigan bo'lsak, qancha to'lov chiqyapti shunda? Shu boshlang'ich to'lov shu 120 million bilan ham olib chiqib keta olinglar. 120 million bilan Darkoni olib ketsak bo'ladi. Olib ketiladi. Oylik to'lovi necha puldan chiqadi deysiz? 5 yilga? 5 yilga 8,5 million, 9 milliondan chiqadi. 8,5-9 milliondan 5 yilga chiqadi. Linzalarni qaranglar. Kechasi yurganda juda chiroyli-da. Xuddi shunday. Gelik nima, bu nima? Keling aka, qisqacha mana bu pikap haqida ma'lumotini berib ketaylik. Bunda nechalik motor? Bu yerda 2 litrli Mitsubishi motor, litsenziyasi chiqqan Mitsubishi motor bo'ladi. Atmosferniy hisoblanadi, turbinasi yo'q. Shahar hudud, O'zbekiston hudud chekkalarida ham eng yomon benzin bo'lsa ham harakatlanadigan mashina. Har qanday benzinga yuraveradigan. Ha, injiq bo'lmagan. Mexanika korobka, Mexanika, ramni kuzov, 5,5 metr uzunlikdagi mashina. 5,5 metr uzunlikdagi mashina, lekin salon koja. Salonimiz koja. Qarang, buni narxi nech pul? 360 million. 360 million so'm. Naqd yoki avtokreditda xarid qilganlarga yaxshigina chegirma qilib beriladi. Qancha chegirma bo'ladi? Kelganlarida hammasini chiroyli qilib beramiz. Xafa qilmagan holda qilib beramiz. Ilojisi bor, xudo xolasa. Xuddi shunday. Buni uzunligi qancha-yu, eni qancha? Bortimizni. Eng qisqa masofasi 1.1 bo'ladi. Eng qisqa joyi 1.6 bo'ladi. 1.6. Eng qisqa joyi. Eng qisqa joyi. Tushunarli. Lekin bemalol 700 kilogrammgacha 700 kilogrammdan ko'p. Oshiqadi. Ramni, ressorni bo'lgani uchun juda ko'proq yukni ko'tara oladi. Wingle 7. Mana. Demak, buni 300 qancha dedingiz? 360 million. 60 million. Bunga konkurentlar bor. Bunga konkurentlarda nisbatan narxni sindira olasizmi? Sifat bo'yicha, narx bo'yicha ham sindiriladi. Ilojisi bor. Bor. Bo'ldi. Mexanika korobka yana bitta shunaqangi pikap bor. Men sizlarga uni obzorini chiqaraman, aytaman. O'shanda ko'ramiz qani qaysi biri zo'r ekan. Bu avtomobilimiz H9. Xuddi shunda. Eng katta legenda. Nech pul narxi bu? Yaxshi ko'radigan mashina. Nech pul bu narxi? 570 million so'm. 570 million so'm. Kardan uzatmali. Kardan uzatmali. Bu degani oldiga ham kardan kelgan, orqaga ham kardan borgan. Shunaqa. Korobkasi ZF Ecomat Mercedeslarda ishlatilgan korobka. Klassik avtomat, 9 pog'onali. Ana bo'lmasam. Bunga oyoq qo'ymasdan chiqishning ilojisi yo'q. Zamonaviy xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan. Avariyaviy holatlarda manevr qila oladi mashina. Ya'ni qocha oladi, palasadan palasaga o'ta oladi. Xuddi shunaqa.
ishga tushdi aka. Kattaligini qarang. Voy. Bu Haval Darko'ning katta versiyasi. Xuddi shunaqa. Haval Darko'ni. Uzunligi 5 metr, banali va enligi ham 2 metrdan qarib. Kattaroq. Xolodilniklari bor, беспроводной bor. Беспроводной bor, xolodilnik bor. 4 ta tortish hamma funksiyasi. Понижайкасы bor. Понижайка. 6 ta rejim. 6 ta rejim. Men bu yoqda aylantiryapman, bu yoqda funksiyalarimiz o'zgaryapti. Gap yo'q, standart. Sizinamiz sovutadi ham, isitadi ham. Massajlari ham bor. Massaj mana shu yerda bir savol. Mana bu yerda ham bormi massaj? Xuddi shunaqa. Orqadachi? Yo'lovchida ham bor. Orqa yo'lovchimizda faqat isitish tizimi bor. Isitish bor xolos. Bu yerda massaj, isitish, sovutish, haydovchida ham massaj, isitish, sovutish. Xuddi shunaqa bo'ladi. Rosa O'zbekistonga moslab chiqarilgan ekanda, aka. Hoji otalarga moslashtirilgan. Ha, faqat oldida o'tiramiz kattalar, biznikilar. Xuddi shunaqa. Keyin bu mashinani sotib olib minishadi-ku. Minishadi. Gap yo'q. Tog'larda suratlari. Mana bu yoqda ham tog'da surati bor. Chiroyli. Hoppa. Off-road. Mana rejim, off-road rejim. Ha, ya'ni biz blokirovka qilsak, birinchidan defininsiyamiz bloklanadi, keyin yana bitta blokirovka qiladigan bo'lsak, orqa meshos, ya'ni ikkala balonning orasidagi nima ham Meskалishning differensial blokirovka bo'ladi. Bu differensial ham blokirovka bo'ladi. To'rttala balon ham svobodniy aylanadi. Bittadan. Nima demoqchi edingiz? Xohlasangiz oldi bilan harakatlanasiz mashinani. Oldi g'ildiraklarni xohlasangiz faqat orqa bilan harakatlanish mumkin. Xuddi shunaqa. Xohlasangiz. Keyin mashinada 3 ta iqlim nazorati, 4 zona kontroli mavjud. Ha, o't shopir, yo'lovchi va orqadagi uchun. Alohida bu yoqda yana bitta bor. Klimat kontrol zonamiz bor. Sveti yoqdi menga juda ham. Bunaqa svetda mashina juda ham kam. Mana orqamiz, mana o'sha orqadagi insonlar uchun o'sha 3-zonani klimat kontroli. O, 70 ga 30 a bu. Xuddi shunday. Sezinamiz mexanizmli bo'ladi. 70%. Juda ham yaxshi. Wow, teshigi yo'q ekanda shunda. Malades. Mana buni ishlash. Bemalol yotqizib, orqaga o'tkazib. 3 qatorga ham o'tsak bo'ladi, ha? Xuddi shunaqa. 7 o'rindiqli avtomashina. Buni ham o'tkazib, tushirib, bemalol o'tsangiz bo'ladi. O'tkazsangiz ham bo'ladi orqaga. Endi aka, birma-bir Abror aka, bizga iltimos, Haval Yakkasaroydan nima uchun avtomobil sotib olishimiz kerak-ku, qanaqa afzalliklar bor-u, 6 tamikin 7 ta bonus bor ekan. Ana shular sanab bersangiz. Qiyin vaziyat, obunachilar. Haval Yakkasaroyda tashrif buyursangiz, barcha avval ham aytilgan, hozir ham aytiladigan bonus va sovg'alar taqdim etiladi. Bizga avtomobilimizni xarid qilsangiz, Haval brendining o'zini nomi tushirilgan sovg'alari birinchidan parok, tonirovka, setka, hozirgi aromatizatorlari ham agar mashinaning benzini bo'lmasa, benzin ham qo'shib beriladi. Agar uzoqdan kelayotgan odamlar agar yashash joylari bo'lmasa, yashaydigan joy ham tashkillashtirib beramiz. Mehmonxonaga ham to'lov qilib berasizlar. Ya'ni vohadan va vodiydan kelganlar uchun. Toshkentdagi avtosalonda sotib olishni xohlaganlar uchun. Xuddi shunday. Chiroyli qilib mashinani topshiramiz. Yuvib, tozalab, chiroyli qilib, yangidek qilib, обязательно. Qo'lik, setka, tonirovka, parok, benzin, mehmonxona va yana boshqa. Va yana sovg'alarni yana qilib beramiz, ko'ngildan qilib beramiz hammasini. Gap. Do'stlar, like bosib qo'yasizlar. Men Haval Yakkasaroydan yangi va kengaytirilgan rassrochkani ma'lumotlarni ko'rsatishda asosiy maqsadimiz va buni sizlarga ko'rsatdik degan umiddamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, Abror aka. Katta rahmat, o'zingiz ehtiyot qiling. Abror akani so'rab kelinglar.